Nega odamlardan qochib yurasiz? Suhbat ham qurmaysiz, u yoq bu yoqdan. Sekinroq gapiring, jinnimisiz? U yoqdan topshiriq ko'p-da. U yoqdan. Men suhbatga kelgandim. To'g'ri topib kelibsan, jiyan. Qani, o'tir bu yoqdan. Kollejni tugatdingmi? To'xta. Maktabni bitirgansan. Qayerga topshiryapsan? Bir qarorga kelmadim. Bularni eshitaychi, keyin o'ylab ko'rarman. Menda siz uchun do'stim, yaxshigina taklif bor. Bizning oliygohimizda eng birinchi intizom, bo'yinbog', rasmiy forma, qirchlangan soch soqol va kech qolmay kelish shart. Qolganini kelishamiz. Lekin meni kechirasiz. Talabani bilimi, o'qishga ishtiyoqi forma bilan o'lchanmaydi. Bizda tizim shunaqa. Forma bilan o'lchanadi. O'sha siz aytgan bilim intizomdan boshlanadi. O'ynab qo'y. Maylimi, men ham gapiray. Bizni institutga topshirsang, kam bo'lmaysan, brachka. Kontrakt to'lasang, ishingni qilib yuraverasan. Lekin xat hujjatini joyiga qo'yib qo'yasan. Darslarga qatnashmasam, imtihondan bemalol o'talasan. Men o'zim qo'yib beraman. adashmasam sizlarda kredit modul shekilli bahoni to'g'rilab bo'lmaydi. To'g'rilasa bo'ladi. Keyin uka, amaliyotim o'tash shart emas. Kundalik daftar yozib, rasm tushib bersang bas. Qolganini his qilamiz. Talaba tuzuk o'qimasa, darslarda qatnashmasa, ertaga kim bo'ladi? Qo'liga diplom olib, qovoq kallasi bilan qaysi ishga boradi? Endi bu bizning muammo emas uka. Ishga kirmoqchi bo'lsa, bitta dasturxon yozadi, akalarni mehmon qilib, tayyor ishlik bo'lib oladi. Meni kichkina o'g'lim senlarda o'qiyapti. Kontrakt to'loviga, keyin sessiya puliga katta pul so'rayapti. Ikkita ho'kizni sotdik. Bu yilki amallab yopdik. Hali bitirishi ham bor. Qo'liga diplom olsa, ishga joylasha oladimi? Ikkita ho'kizga yetadigan pulni ishlab topa oladimi? Kafolat berasanmi? Albatta kafolat beraman. O'g'lingiz yetuk kadr bo'ladi. Bunga ishonchim komil. Unda qog'ozga yozib ber. Nima deb yozib beray? Yaxshi oylik topadi, ho'kizni pulini yopadi deb. Kechirasiz. Yozma va'da bera olmayman. O'ynab qo'yay. Undan ko'ra o'g'lingizni biz universitetga ko'chiring. Siz ovozingizni o'chiring. Meni talabamga ko'z olaytirmang. Nima? Endi sizga o'tib, tizimingizga chidolmay, u ham joniga qasd qilsinmi? Og'zingga qarab gapir. U baxtsiz hodisa edi. Siz o'zingizni biling, xo'pmi? Intizom, tartib qoida, hammasi bo'lmagan gap. Agar tartib bo'lmasa, o'qishdan nima foyda? Kiyimga e'tiborsiz odam kasbiga qanday e'tibor qaratsin? O'sgan soch soqol bilan qanday kelajak yaratsin? Bir paytlar Munavvar qori shunday deb yozgan edi. Bugungacha Yevropa xalqi osmonda uchar ekan. Bizda soch va soqol nizolari, Yevropaliklar dengiz ostida suzar ekan. Bizda uzun va qisqa kiyimlar janjallari davom etaveradi. Bu gap aytilganiga bir asr u bir yil bo'ldi. Lekin hali ham bizda eski hammom, eski tos. Ajiyan nima qilsin shovvoz? O bu narsa deb aytdik, rangi o'qitib o'chib ketdi. Akalarini eshitib, kapalagi uchib ketdi. Maqsad o'zimizni maqtab, kimnidir yomonlashmas. Faqat taklif qilaman. Qarshi xalqaro universiteti. Joylashgan manzilimiz Qarshining markazida. Zamon talablariga mos yagona kampus bizda. 15 ta yo'nalish bor. Tanlasangiz bo'ladi. Kreativ o'qitish tizimi, malakali ustozlar xizmatingizga tayyor. Reklamada ko'rmaganman-ku. Podpischalaringiz ham kam ekan. Kechirasiz u. Oliygohni reytingi o'lchanmaydi ijtimoiy tarmoq bilan. Haqiqatni bilish mumkin. Universitetga bormoq bilan, talabalar bilan birga jonli suhbat qurmoq bilan. Eshitishim bo'yicha kontrakt arzon ekan. Nima? Sifati pastmi? Sizni esiz pastmi? Talabalarni o'ylab narxini arzon qilgan. Uka, qo'rqmay gapiraver. Sizlarda yana qanday qulayliklar bor edi? Boshqalardan farqlisi, oraliq imtihonlar bizlarda biroz qiyin. Talaba izlanadi, o'z ustida ishlaydi. Mashg'ulotda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Xususiyga ishonch yo'q. Ochishdan maqsad bitta. U ham bo'lsa faqat soqqa. Univers tanlashdan oldin rahbar bilan qiziqing. U kim? Oddiy tadbirkormi yo ta'limdan chiqqan odam? Ta'lim mutaxassisi bizning rahbarimiz ham. Agar sizda o'qisam, ishlasam bo'ladimi? Bo'lganda qanday do'stim? Talaba o'quv davrida albatta ishlash kerak.
Ko'nikma, tajriba uchun. Hey, fichu! Bo'ldimi? Boring shumi? Bizda yana qo'shimcha 16 ta to'garak bor. Til kurslari, sun'iy intellekt, fashion style, kreativ fikrlash har bir insonga kerak. Uni ham o'rgatamiz. Munozara olib borish san'ati, tanqidiy va tahliliy fikrlashdan ham saboq beramiz. Nutqlik san'ati va oratorlikni ham o'rgatamiz. Endi menga ruxsat, ketaman. Lekin oxirgi so'zimni aytib ketaman. Bugun diplom uchun emas, ilm uchun o'qish kerak. Diplom muvaffaqiyat kaliti emas. Buni anglash, bilish kerak. Eng muhimi to'g'ri joyda, to'g'ri odamlar davrasida bo'lish kerak. Taklifni berish bizdan, qaror qabul qilish bo'lsa sizdan. Omad yor bo'lsin, ukam. Shoshmay turing aka. Shovvozi. Yomon chiqdi. Bu safar yutib chiqdi. Uka qarri masalasini keyingi safar ko'rib chiqamiz. Ho'kizni ham hal qilaylik.